Muhriddin, sizlar ham uyda o'zlaringiz suv ishlatasizlarmi? Ha aka, albatta. Issiq suv doimiy kerak. U mavsum tanlamaydi. Kechiring, nima so'rayapsiz? Unaqasiga ham, bunaqasiga ham hisoblasam hisobim to'g'ri kelmaydi. Issiq suv qilish uchun elektr energiyaga pul to'lash, yo kotol qo'yib gazga pul to'lash. Buni ustiga limitlar oshgan, kecha yaqinda narxlar ko'tarildi. Bu ham yetmaganda ayni damda jazirama ko'chada 50 gradus issiqda men energiya uchun pul to'lab issiq suv olish haqida o'ylab turibman-da. Xo'shki shunday bir qurilma bo'lsa-ki, shunday bo'lsang o'sha qurilmani o'rnatsang, issiq suving tayyor bo'lsa, gazing demasa, suving demasa, shotchilikdan pul to'lang demasa, shu tinchgina issiq suvdan foydalanib mazza qilib kunlik ehtiyojini bitirsa-da odam. Ulug'bek aka, siz ham issiq suv ishlatasizmi? O'zi shunaqa qurilma bo'lsa-mi yer yuzida? Ha, ixtiyor, bor shunaqasi. Yuringlar amarazda ko'rsataman. Yuringlar ko'rsataman. Aynan sizlar izlagan uskuna bizda mavjud. Bu bochkasi 200 litrlik, 100 litrlik. Metal karkaslari juda ham mustahkam, baquvvat. Kolbalari 180 santimetrlik energiyani tez olib o'ziga suvni tez isitadigan holatga keltiradi. Bochkasi termos usulda qilingan 72 soatgacha suvning issiqligini saqlab biladi. Zanglamaydigan metaldan qilingan. Qo'shimcha ravishda kontrolleri bor. Kontrollerdan boshqarsangiz bo'ladi. Eng past gradusda, eng yuqori gradusda ham belgilasangiz bo'ladi. Yana ham qo'shimcha ravishda quyosh chiqmagan taqdirda qishki kunlariga ten bor. 2 kilovatgacha tokni iste'mol qiladigan teni bor mavjud. Bu qo'shimcha imkoniyatlar, qulayliklar. Qo'ying, 200 litrligi bo'lsa, 100 litrligi bo'lsa, 15 yil yana xizmat kafolati bo'lsa, mana muammoni yechimi shu yerda bor ekan-ku. Kimga xuddi shunday uskunaga ehtiyoj bo'lsa, Atlaf Artma korxonasining quyidagi raqamlarga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Hali ham o'ylanib turibsizmi? 200 litrlik 6 million, 100 litrlik 5 million. Kimga kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.